Assalomu alaykum, hurmatli bizning YouTube kuzatib boruvchilarimiz. Qadrdonlar, bugun sizlar bilan 2 gektarlik dachani ko'rib chiqamiz. Bitta o'zi joylashgan, yon atrofida hech qanaqa dachalar yo'q. Suvsiz suv ham, kompyutersiz kompyuter, hamma sharoit bor. Basseynlari ham katta. Bu dachani hozir sizlar bilan bitta to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. Ketdi. Qadrdonlar, bu dachamizga kiruverish yo'lagining o'zi taxminan 140 metr. Shu yo'lagi o'ziga kamida bir 5 ta yoki 6 ta dacha solsanglar bo'ladi. Bu dacha kattaligidan qaysi bir joydan boshlashni ham bilmaymiz. Ketdi, sizlar bilan ichkarilarni bitta-bitta tanishtirib chiqamiz. Inshaalloh. Qani yuringlar. Kiraverishimiz shunaqa keng, katta qilingan, 10 tarafga basseyn joylashgan. Razmerlari ham menimcha 20 ga 25 bo'lsa kerak. Archalarni qaranglar. Bu joyga borib kelganda 20 kishi yoki 25 kishi oilaviy ulfatlar bilan kelib bemalol dam olsanglar bo'ladi, lekin ishoninglar, bir-biringlarni yo'qotib qo'yishinglar aniq. Qadrdonlar, sizlarga sabr tilayman. Joy 2 gektar katta, hamma joyni obzor qilib ketganimizcha ancha vaqt ketadi. Joylashib olinglar yaxshilab, ketdi biz sizlarga obzorimizni boshlaymiz. Qadrdonlar, bu yo'ligimizdan bir 50-60 metrda sharsharasi joylashgan ekan. Bitta ko'ringlar sizlar bilan. Ke ma'lumot sifatida bitta narsani aytib o'tmoqchi edimda. Okam aytib qoldi, dachani egasi gazollarni bori bir tarafini o'rguncha o'z ikkinchi tarafi o'sib ketar ekan bori. Qaranglar, shunaqa keng zelyoniy zonaga boy bo'lgan dacha. Yuringlar. Qadrdonlar, ko'prikka bitta alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Dizaynda lekin dachani vobshe boplab qo'yishibdi. Ham sharsharani qaranglar. Eng qizig'i bori, bu sharsharaga tabiiy buloq suvi tushar ekan. Shundoq yoniga kelsanglar o'zi muzdek havo kelib turibdi bori. Bu joyga kelganda basketbolistlar bo'lsa, basketbol, voleybolistlar bo'lsa, voleybol ham o'ynash uchun sharoitlar bor. Havo vobshe bomba. Shundoq suv ovozi eshitilib turibdi. Qolgan sharoitlarni ham bitta ko'ringlar. Yaxshilab joylashib olinglar. Hali bu videoning oxiri juda uzun. Ketdi. Quruvchi akalar bormisizlar? Men podborga bitta e'tibor beringlar. Bizdan ko'ra sizlar yaxshi tushunasizlar qurilishni. Shu betonlarni o'ziga nech pul ketgan deb o'ylaysizlar? Sizlarga yana bitta narsani ma'lumot sifatida aytib ketmasam bo'lmaydi. Bu joy 2008-yildan beri bor ekan. Qurilishiga taxminan 10-15 yil vaqt ketgan. Eng qizig'ini aytaymi? Okalar, bu dachaga hali umuman mehmon joylashtirilmagan. Dachani egasi o'z oilasi bilan, qarindoshlari bilan kelib dam olgan ekan. Sizlarga ham yoqadi bunaqa joylar, to'g'rimi? Nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar, chiroyli narxlarda qilib beramiz. O'zi govdali katta bo'lamanda, okalar. Basseynning u tarafidan bu tarafiga kichkina bo'lib ko'ryapman sizlarga ham. Razmeri qancha 20 ga 25 pasti uncha dachada ko'rmaysizlar. Hamma narsa, misol uchun, mazza qilib dam olishga hamma sharoiti bor. Bu yerda kislorodni bor, uncha dacha bermaydi, ishoninglar. Bu eng qizig'i, okalar, sizlarni hech kim bezovta qilmaydi bu yerda. Agar kelib dam oladigan bo'lsanglar, tepada охранный zona qilingan. Hech kim ishoninglar aytadi, dacha xush o'tmaydi dedi. Hammasi ishonch qo'lladi. Bu dachada ishoninglar kislorodni mazza qilib olsanglar bo'ladi. Archani ko'pligini qaranglar. Uncha archa zorda yo'q. Ki archani ham yaxshi-yaxshilar ekilgan ekan. Ham to'g'rimizda turgan yil bor, o'shani o'zi taxminan $10,000 turadi. Qadrdonlar, agar ma'lumot sifatida aytib ketay, o'zi yil archalari kichkina 1 metr $100 dan boshlanadi deb eshitgandim. Dachani qolgan qismlarini ham bitta ko'rmasak bo'lmaydi lekin. Okalar, suv ovozini qaranglar, eshitilib turishini. Ko'k-ko'k qaranglar, bu suvga tushib bemalol cho'milsanglar ham bo'ladi. Undan ham eng qiziq tarafini aytaymi? Ikkita tapchan qo'yilgan. Kechqurun bemalol mazza qilib uxlab suv ovozida dam olsanglar bo'ladi. Ikkita tarafga kachaylar qo'yilgan. Biz endi dachani yarim qismiga yetib keldik. Chap taraf qismini polni hozir obzorni qilib chiqdik. Endi 10 tarafini boshlaymiz. Ketdi. Dachani 10 taraf obzorini boshlaganmiz. Suv savalayapti. Kelinglar. Mana katta navesni qaranglar. Bu yerda to'qisi bo'ladi. Men bu gazonkasini ham bir ikkinchisini yoki uchinchisini ko'rdim. Bu yerda faqat asosan gazon o'riladi, akalar. Hani yozgi oshxona. Hamma sharoitlari bor. Yaxshi qimmat mramor toshlardan ishlatilgan ekan. Mushuklar ham sekin divizion qilishyapti. Men mangallarni ham yorib qo'ygan ekan, akalarimga. Mana bunaga svet ekan, akalar. Svetni yoqib qo'yib, bemalol barbekyu mangallarda go'shtlarni pishiraverasizlar. Ketdi, dachamizda bor, sauna, basseynlargacha bor. Eng qizig'ini aytaymi, Wi-Fi ham olib kelib, alohida dachani o'ziga Wi-Fi ham qo'yib qo'ygan ekan. Ketdi, akalar. Akalar, bu dachaga kelgan yilda faqat shu archa yoki teraklar emas,
Mevali daraxtlar ham ekilgan, olmalar bor. Kelgan olmalar bonus bemalol terib yeyaversanglar bo'ladi. Bizdan yana tanishtiradigan bo'lsam, qishki basseyn, sauna, o'tirish uchun joy qilingan. Ozgina ishlari bor ekan, shu qilinayotgan ekan. Omadik o'shanda endi dachamizning glavniy ichkari binosini ko'rib chiqamiz. Kvadraturasi ham kamida 400-500 kvadraturalik dacha. Katta ichkari binoni bitta ko'rib chiqamiz. Binomizning kiraverish qismi qadrdonlar shunaqa keng qilib qilingan. Divanli zona, 85 tali televizor, professionallik karaoke, o'ng tarafimizga ko'rpachalarni taxlab qo'yishibdi. Agar oilaviy kelganinglar ko'pchilik bo'lib ketadigan bo'lsanglar, ko'rpachalarni bemalol yozib uxlaversa bo'ladi. Stol qo'yilgan 20 kishi uchun. O'ng tarafimizda qishki oshxona alohida joylashgan ekan. Okamizning aytishi bo'yicha, aka bu dachaga biz faqat o'zimiz uchun qilganmiz, yaxshi narsalarni ishlatganmiz, hamma narsa ishlaydi deyiladi. Hozir ko'p dachalarga borsangiz, ishlatish uchun qo'yilganda arzon, sifatsiz narsalar qo'yib qo'yiladi. Bu hamma narsa sifatli narsalar, даже duxovkalarga chiqib qo'yishgan ekan. Kelib bemalol dam olsanglar bo'ladi. Sizlar bilan borib, bu dachamizning kompyuterini ham bitta ko'ringlar. Qimmat CSGO va Dota 2 ni ko'taradigan kompyuterlar qo'yilgan ekan, qadrdonlar. Hol qismimizga 24 talik konditsionerlargacha qo'yilgan ekan. Sizlar bilan hozirgi kunda hamma nima deydi, 20 yoshdan 50 yoshgacha yotib olgan hamma kompyuter xona alohida qilingan. CSGO, Dota 2 larni bemalol ko'taradi. Komandani qilib kelaverasizlar, akalar. Agar zo'r komanda bo'lsa, Dachilikdan ham komanda kelib bitta 5 ga 5 kontrol o'ynab ham qo'yaveramiz inshaalloh. Birinchi qavatdagi yotoqxonamiz 4 kishi uchun mo'ljallangan. Qaranglar. Yangi pastellar, divanlar ham yangi qo'yilgan. Qadrdonlar, bu dachamizning yotoqxonasining ichida sanuzellargacha bor. O'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Oppoqqina qilib sochuvlargacha ilib qo'yishibdi, akalar. Eshiklar ham qaranglar, uncha-muncha joylarni ko'rmaysizlar. Bu eshiklar menimcha haytega eshiklardan ancha qimmat tursa kerak. Birinchi qavat uchun umumiy sanuzel qilingan. Ko'rib, alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Sizlar bilan dachamizning ikkinchi qavat qismini bitta ko'rib chiqamiz. Dachani qaranglar, kattaligini saroy deb nomlasanglar ham bo'ladi. Oldin hindcha kinolarda bo'lishardi deb uzun restoranlar. Ikkinchi qavat hol qismida настольный soker qo'yilgan. Bemalol bolalar mazza qilib shaqillatsa bo'ladi. Mana bu o'yinni biladiganlar bormi? Kommentariyada o'z fikrlarini qoldirib ketinglar. Bunisi mayli. Buni bor. Bilyard qilib ham foydalansanglar bo'lar ekan. O'zini o'ynaganda, okalar, buni bitta aylantirasiz. Mana sizlarga. Mana kichkina bilyardchi paydo bo'ldi, okalar. Okamga aytdim, aka kattaroq odam qo'yib yubormabsiz dedim. Men o'zim ko'proq chetga chiqib turaman. Chet elda asosan shunaqa narsalar, kichkina mini bilyardlar o'ynalayotgan ekan dedi. Zo'r lekin ikkita narsadan foydalansanglar bo'ladi. Dachamizning keng yotoqxonalarni bitta ko'rib chiqaylik, qadrdonlar. Yotoqxonalar ham ahamiyat bersanglar, katta keng qilib qilingan. Oilaviy kelganda bemalol mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Kengligini qaranglar. Bu yotoqxonamiz ichida ham sanuzellari bor. Sanuzellar ham qaranglar, kattaligini. Ichida hamma sharoitlari bor. Har bir yotoqxonamizning ichida konditsionerlar qo'yilgan ekan. 2 kishi uchun mo'ljallangan. Ichida konditsionerlar, hamma sharoitlari bor. Divanni ham doda xo'jalari, okalar. Qavatdagi 3-yotoqxonamizga marhamat. Bu yotoqxonamiz ham 2 kishi uchun mo'ljallangan. Ichida hamma sharoitlari bor. Har bitta yotoqxona alohida dizaynda qilingan ekan. Bir xillik emas, qadrdonlar. Sizlar bilan dachamizning ikkinchi qavat qismida 4-yotoqxonasiga kiramiz. Bu yotoqxonamiz 3 kishi uchun mo'ljallangan. O'zingizlar ko'rib bitta alohida e'tibor beringlar. Bu chisti yog'ochdan ishlangan, nima deydi? Mebellar ekan, okalar. Bu yotoqxonamizning ichida ham konditsionerlari bor, qadrdonlar. Ikkinchi qavat uchun umumiy konditsioner qo'yilgan. 65 talik televizor. Bu tarafimizda umumiy sanuzel qilingan. Bu eshigimizdan bo'lsa, dachamizning terrasa qismiga chiqamiz, qadrdonlar. Vau, mana bu manzara. Ko'chaga chiqishinglar bilan odamga shundoq shoboda kelib turibdi, akalar, vapsi bor. Oh, bulbullar ham sayrab qo'yapti dachi. Bu dacha kelganinglarda ketkilar kelmay qoladi. Nima deydi? Sizlarga nima demoqchiman yani? Bir sutkaga dam oladigan bo'lsanglar, ishoninglar, shu kunning o'zida 2 sutka qildirib yuborasizlar.
Kimga bu dachamizni narxi yoki to'liq ma'lumot qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Dachlik sizlar bilan birga har doim.